Kafelda Optimga kelganmiz. Mana shu kafellarimizni hozir 50 mingdan dedilar. Biz o'zi 80 mingdan olyapmiz buni. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri Abdulaziz aka. Bu hozir qatdiki bu. Bular Qo'qon yangi Yongxin zavodniki. Aha, mana kelib ko'rishlaring mumkin. Mana shu narsani 1 kvadratini 50 ming so'mdan olti arg'ida sotilyapti. Bu narxga menimcha zavod ham bermasa kerak. Sababi 50 mingdan endi biz Optim joydan men o'zim kottej quraman, 80 mingdan olaman. To'g'risini aytaveray. Buni endi 50 mingdan bilmayman qanaqa qoplayapti bularga, lekin 50 mingdan sotishyapti ekan. Bulari-chi kattalari. Bular ham 50 ming. Bizda bir xil chiqadi. Bular metallogranit chaqlansa qorayib chiqadigan hisoblanadi. Ha bu chaqlansa, bu ham 50 ming. Bu ham 50 ming. 60 ga 120 ham 60 ga 60. Yo'q, bu necha kvadrat bor bundan? Qilib beraveramiz, ob'yom bor. Qanchasi misol? Tanlasa o'shandan 500 kvadrat, 600 kvadrat chiroyli. Ko'ryapsizlar, buni ham 500-600 kvadrat olsangiz sizga 50 ming so'mdan qilib berishyapti. Bu narxga yo'q ama. Bu narsani o'tkazib yubormanglar. Mabodo o'zingizga zarur bo'lmasa ham tanishingizga jo'natib qo'ysangiz, sababi unga ancha foydasi tegan bo'ladi. Bundan tashqari yana manulari ham 50 mingdan. Bular ham 50 ming. Ko'ryapsizlar, 120 minglik kafel. Endi 110 ming sotishyapti Optimda. Men to'g'risi men o'zim ko'rganman-da. Chiqarishyapti. Hozir rostdan 50 mingmi o'zi? Ha, bo'ldi. Ertaga keyin bizga kelib olib. 50 ming. 50 ming. 50 ming. Bir 5-6 pura sotdi 50 ming. Ha, bo'ldi. Bu kafellarimiz mana ko'ryapsizlar. Ko'xunning oshxonaga 35 mingdan bemalol yopishtirsa bo'ladi. Bitta ikkita naqasi bor ekan, ularni ko'rib olishaveradi. Ha, bemalol ko'rib nima qilish. Tekshirib olaveradi. Yana qanaqa kafellarimiz? Ha, mana. Bular hammom. Bu yorug'roq ekan, ha, bu jicha. Ya, atak bor, ha, butuni buni. Bor, bor. Tiniqlari bor. Zotan mana uni ko'rsatdim. Mana, anu ham yaxshi. Bu ham 35 ming kvadrat. Bu ham 35 ming so'm. AB chiqadi bular. Ko'proq hammomlarga olishadi. Yorqin rang. Mana unisi ham yaxshi ekan, mana uni ham ko'rsating. Bu ham 35 ming so'mdan. 35 ming so'm. Xullas, Orasi 6 ming so'mdan. kafelda turi xili bor, bemalol kelaverasizlar. Aytgan narximiz, lokatsiyamiz bu hozir qayerda turadi? Biz hozir Oltiariq sentrdan Toshkentga chiqib ketish bu tomoniga, bu tomoni Qo'qon shaharga ketish. Press haykal deyshadi hozir. Press, oldin eski haykalni o'rnida pressda biz ko'rib turibsizlar, bemalol kelib o'zi nomer qoldiryapmiz. Lokatsiyadan ham to'lovlash kelsangiz sizlarga lokatsiya tashlab berishadi. Bemalol haqiqatda realniy mashinasini 50 mingdan olishingiz mumkin. Bu o'sha Optim birinchi qo'l.